Assalomu alaykum YouTube kanali tinglovchilari. Assalomu alaykum aziz vatandoshlarim. Assalomu alaykum she'riyat muxlislari. Sizlarga sog'lik, omonlik, tinchlik, xotirjamlik tilagan holda eshittirishimizni boshlaymiz. Hikmatli so'zlar. Ey inson, aqlingni jahlingga almashma. Qalbingda hasad saqlashga odatlanma. Tilingni g'iybat qilishga o'rgatma. Munofiqlik, ikkiyuzlamachilik, yolg'onchilik Allohning dushmanidir. Ilm izla. Ilm izla farzandim. Ilm rizqi ro'zing bo'lgay. Qop qorong'i yo'llaringda nur to'la ko'zing bo'lgay. Ilm taxtu ravondirki, yashaysan xor bo'lmayin aslo. Ilm obi ravondirki, hosiling mo'l bo'lgay raso. Bu yorug' olamda hardam ilm, sharaf, shoning bo'lgay. Sen olamdan o'tganda ham ilm o'chmas noming bo'lgay. Normurod Kamol. Obuna bo'ling, kommentariyaga yozing, like bosing, o'z fikrlaringizni yozib qoldiring.